Assalomu alaykum do'stlar. Irkutsk shahridan hammaga salom. Bugun 28-iyun. Bizda 5-kun, xudo xolasa, hali zapravkaga o'chirdim. Benzin yo'q. Irkutsk shahrida. Qolgan shaharlarda mashinani deb eshityapman. Novosibirsk, Krasnoyarsk. Bugün 5-kun, mana xudo xolasa mana полный turibdi o'chirdik. Rosneft zapravkaga. Основной Иркутскida Rosneft и Krasneft и Berka bor. Yana bor qolganlar Omni eng nimalari gigantlar mashlar. Rosneftda постоянно benzin bor. Kelganda bir kunda 2 mahal kelyapti. Obedda kechqurun. Ana shunda 2 soat, 2,5 soatga zadержка bo'lyapti, to'xtab turibdi. Faqat quyunigacha. Ana shu birinchi qatorda turganlar hammasi benzinga. Shunaqa bo'lyapti. Rosneft adashmasam Irkutskda shahrida, nimasida 8 ta yo 9 ta, даже ko'proq ham bo'lsa kerak, yana bilmadim. Kunda shu ahvol. 24 ga 7. Ya'ni kunduzi ham, kechquruni ham shu ahvol bo'lyapti. Kamida hozir o'chirga tursangiz 5 soat, 6 soat turasiz. Iloji yo'q. Bu nari past tomondan ham chiqib kelyapti, перегрузкаlardan ham. Bu Sinushkadagi zapravkaga xodimlar ham turibdi, avtomobillar ochib qo'ygan. Mana shu zapravka bo'ladi, shunga kelishyapti. Benzin narxi 92 64 so'm 70 kopeyka, 95 68 so'm 30 kopeyka. 95 pulzer 70 85 kopeyka bo'lyapti. Shunaqa qilib bu bitta zapravka. Mana yana ikkinchi zapravkaga kelsak, bu yerda ham вообще turibdi ekan. Mana oxiridagi avarinkani yoqib qo'ydi. Işte bu zapravkaga turibmiz. O'tib ketaveringlar degandek qilib. Mana shu yerdan boshlanyapti. Mayakovskiydagi ketdik ana. Past tomondan ham chiqib kelyapti mashinalar. Hozir chap biz o'ngga burilamiz, o'ng tomonda zapravka. Past tomondan ham chiqib kelyapti. Mana shunaqa перекрестkalarda через один пропуска qilishyapti, bitta-bittadan. O'tib o'chirga turishyapti. Endi orasi qaysi biriniki ochiq ekan, qaysi birini aytib o'tib ketar ekanmiz. Qoch. Mana shu chap tomondagi ham chiqib kelyapti mashallah, ham sekin. Aytlar opasniy. İkinci polasa ko'rinmayapti bo'lishdi. Propuska qildi, молодец, rahmat. Ko'ryapsizlar, mana shu ahvolda. Bu yerda ham shu Rosneft. Mana turishdi. Kamida 5 soat, 6 soatda bitta mashina kiryapti. Kamida shu 5 soat, 6 soatda. İkinci palasadan ham kirib ketishyapti, yo menimcha. Zapravka shu yerda. Shunaqa turishdi do'stlar. Mana Rosneftga. Shunday turishdi. Soat bizda 10:30 bo'ldi kechki. Zelyonniga zakaz olib kelsam, Zelyonniyda boshda ham Rosneft bor edi. Mana shu yerdan o'chir boshladi. Zelyonniyda boshda ham o'chirib turibdi. Kechqurungi soat 10:30da mana burilyapti, mana oxirgisi qo'ymoqchi bo'lyapti. Peugeot 7 Pro Max deydi. Mana shu yerdan ketyapti, mana Steve vagon turibdi, oxirida ketdik mana. Kechasi ham uyqu yo'q ekanda, 24 ga 7 hamma ko'chada. Ularda kelish kerak. Bunda ham shunaqa o'chir bo'ladi-yu. Uxlab qolganda eplab kirib ketsa bo'ladi. Ketaverdik endi uyga. Uyga haydaymiz, uyga borib damda olib. Ulardan ham keyin chiqamiz. Qaranglar. Nima bo'lyapti? Mana bitta shu Zelyonniyni boshida bitta zapravka.
keyin ozgina bir 2-3 kilometr yurgandan keyin 2 kilometrdan keyin рабочий shtabda bitta zapravka bor. Mashina oxiri o'sha keyingi zapravkadan o'tib ketganda. Hali Hojiboy Tojiboyev aytmoqchi, birinchi zapravkadan o'chiri ikkinchi zapravkadan o'tib ketganda ashna bo'lyapti-da. Buni zapravka mana. Rosnev. Pastda chuqurda. Hozir chap tomonga yuraman. Mana shu yer polniy turibdi-da. Svetofor yonida ketdik. Bu Zelyoniy tomondan tushib kelayotgan qo'shilgan mashinalar. Beri glavniyda mana chap tomondan yana kelishyapti-da. Chap tomondan rosa kelyapti o'zi ham katta yo'ldan. Zamonda bo'lingan yo'lda o'g'illarning bir tomondan buni tomonda turishdi mana. Mana shu tomon polniy turibdi. Mana shuni oxiri keyingi zapravkadan o'tib ketibdi-da, mahallalar. Hozir yana bitta zapravka keladi. Mana shu xuddi Rosnev mashinaga o'chirib turibdi. Lekin bu zapravkani oxiri narigi zapravkadan o'tib ketgan. Shu darajada o'chirib bitam. Ertaga ish kunida рабочий день. Hozir bizga qurilish mumkin emas, hozir aylanib o'taman. Birdan aylanib cho'qqa o'tamiz. Mana mashinalar polniy turibdi. Narigi tomon, chap tomondagi mana. Mana shu qaranglar mana. Birinchilikni shu birinchi zapravkaga turibdi. Hozir bitta zapravka chiqadi, ikkinchi zapravka. Mana ikkinchi zapravka. Zapravka mana shu yerga yetib keldi. Do'stlar. Bu yerda to'sib qo'ygan. Bunga kirish. Mana shu yerda tugabdi-da uni oxiri. Bunga o'chir endi yana ketgan, qayoqqa olib ketgan ekan. Bu sentrga borib qolmagan bo'lsa bo'ldi endi. Рабочий shtabda oxiridagi zapravka. Uх ты. Аккуратно. Turishdi. Bay deydi. Necha kilometr bu? Qancha kiradi? Turganlar qaraylar deyman. Soat 3'da 4'da mashinalar uxlab qoladi. Ko'pchilik uxlab qoladi mashina ichida. Hozir uyqu tortadigan payt tashna bo'ladi 3'da 4'da. Maqolda qayerga kim qoldi shu sen? Bitta DTP ham bo'ldi shekilli. Gaylar turibdi, nimalar bo'lyapti. Narsalar bo'lib, DTPlar bo'lib. Bu вообще tugamabdi. Men bu yoqqa to'g'riga ketaman. Chap tomonda turibdi oxiri. Vashington qo'yaman dedim. Bugun iloji yo'q shekilli. Borib damda olamiz, yo bo'lmasam uyim oldida berka bor. Mashinani ashirga o'chirga qo'yib qolaman-da. Shu вообще ham bitta oz tursak, ne знаю, что ertaga bir bilmayman 10larda kirsam kiraman-da. 10 gacha ne знаю, что turish kerak-da. Shu mashinani borib berkaga qo'yib qo'yamiz, o'zini uyga kirib ketib qolamiz.